tikmoqchi bo'lgan ichki kiyim, bralet va slip trusisini man mana shu ekraninglarda ko'rinib turgan mana shu trikotaj hamda mana bu gipyurdan tikmoqchiman. Albatta bunga qo'shimcha hali yana mayda furnituralar ham bo'ladi, lekin asosi mana shu matolardan iborat bo'ladi. Unga qo'shimcha kulirka matoyimiz bor. Endi uni hozir bichuv jarayonida yana ko'rsatib o'taman. Men matolarimni tayyorlab oldim. Mana bu mato menda Biflex matosi. O'rtacha qalinlikda, qalin ham emas, yupqa ham emas. Hamda mana bu gipyur krushevadan foydalanaman. Buni cho'ziluvchanligini men asos konstruksiyada koeffitsiyentini tayyorlab olganman. Hamda endi va mana bu krujevani ham albatta bunga moslashim kerak bo'ladi. Avvaliga krujevani men cho'ziluvchanligini tekshiraman. Mana cho'ziluvchanligi yaxshi. Ammo bu tomonini agar ko'radigan bo'lsam, u darajada ko'p emas. Demak, men andozani qo'yayotgan vaqtimda shu narsaga e'tibor berishim kerak bo'ladi. Fasonim aniq. Mana shu fasondan kelib chiqib modellashtirganman. Endi modellashtirilgan andozalarimni buni ustiga qo'yishim kerak bo'ladi. Xo'p, avvaliga matolarimizni yaxshilab dazmollab olamiz. Dazmollab olamiz deganda bu matolarimiz kirishmaydi, lekin g'ijimlarini tayyorlab dazmollab olishimiz kerak bo'ladi. Bu mato g'ijim bo'ladi, lekin yana sekin silliq bo'lib o'zini holiga qaytishi mumkin. Lekin mana bu krujevamizni biz albatta dazmollab olishimiz kerak bo'ladi, chunki bu setka yaxshilab dazmol bilan ishlov berib tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Buni dazmolda kirishmaydi deb aytib bo'lmaydi. Shuning uchun ikkala matoyimizni ham, ikkala materialimizni ham dazmollab bichuvga tayyorlab olamiz. Mana tayyorlab oldim. Endi bichishni boshlaymiz. Xo'p, meni andozalarim tayyor. Mana andozalarim yonimda turibdi. Mana bu menda oldi, orqa asos bor. Mana bu yerda gipyurni detallari bor, tayyorlab olganmiz. Xo'sh, endi bichuvga qo'yar ekanmiz. Mana bu kenglikni cho'zilish koeffitsiyentiga to'g'irlab olganman. Ya'ni matoyimni mana bu kenglikka hisoblaganman. Demak, ona o'sha kenglikka qo'yaman. Mana bu menda unchalik cho'zilmaydi. Cho'ziladi, lekin bo'yiga nisbatan kamroq. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham tez yumshoq cho'zilyapti, lekin mana bu tomoni unchalik emas. Mana demak, mana shu yo'nalishga bu yo'nalishni to'g'irlab olishim kerak bo'ladi. O'zi andozada dalivaya nit bu, lekin men hozir mana bu tomonga cho'zilmaydigan tomonni qo'yibman. Cho'zilmaydigan emas, cho'ziladi, nisbatan bunga kamroq. Chunki menga mana bu siqib turish kerak. Tanammi? Xo'p, endi modellashtirish vaqtida mana bu andozani kalkaga tushirib modellashtirayotgan vaqtida men birdaniga mana bu kesimlariga chok haqini berib olgandim va aytaman deganda mana hozir shu narsani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Nima uchun men andozaga birdaniga 0,1 santimetrlik chok haqini chizib tayyorlab oldim. Birinchidan, bichish jarayonida 0,1 santimetrlik chok haqini qo'yish juda ham qiyin. Ya'ni aniq bo'lmaydi. Protsessni juda ham sekinlashtiradi. Mana bu mato cho'ziluvchan mato bo'lgani uchun chizayotgan vaqtimizda cho'zilib ketishi mumkin. Mana bu o'lchamlari kamayib ketishi mumkin yoki ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun andozada chizib olganimiz ma'qulroq. Bichishimiz juda ham qulay bo'ladi hamda aniq o'lcham bilan biz kesib olamiz. Hech qayerda hech qanaqa ko'payib ketish yoki kamayib ketish bo'lmaydi. Xo'p, demak, andozalarimni mana tayyorlab olganman. Endi qo'yishim kerak bo'ladi. Fasonimizga keladigan bo'lsak, bizda slip trusimizni ko'rinishi mana bu ko'rinishda edi. Men hozir andozada mana bu ikkita detalimni bir-biridan ajratib oldim. Endi bichuv jarayonida biroz o'zgarishlar mumkin yoki yana bichuv jarayonida ko'rib chiqamiz degandim. Hozir men ikkita variantni sizlarga aytib o'taman. Masalan, mana bu birinchi variantida biz mana bu detalni alohida, mana bu detalni alohida bichib olishimiz mumkin. Shunda mana bu trikotaj ko'rinmaydigan detal bo'ladi, lekin mana bu gipyurimiz bir qavat ko'rinadigan bo'ladi. Bu birinchi variant. Ikkinchi variantida
bu trikotaj bo'lib, bu gipyur, tagida yana bitta trikotaj bo'lishi mumkin. Mana shunaqa varianti ham bo'ladi. Shunda mana bu yonimiz bizada ko'rinmaydi. Trikotaj matoni ustida gipyur bo'ladi. Mana hozir agar ko'rsatadigan bo'lsam, mana agar hozir ko'radigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda, mana bu ko'rinishda ham bo'lishi mumkin birdaniga yoki alohida bo'lishi ham mumkin. Mana alohida bo'lishi ham mumkin. Endi men hozir o'ylab birga tikishni o'ylab qoldim. Mana bu ko'rinishda qilsammikin deb o'ylab qoldim. Ya'ni mana bu modelimda mana bu menda tana ko'rinmaydi. Mana bu matoni ustida gipyur bo'ladi. Bu ham bitta variant. Demak, bichish jarayonida biz nimaga e'tibor berishimiz kerak ekan deydigan bo'lsanglar, mana bu detalimizni mana biz ko'chirib olgandik, to'g'rimi? Mana bu menda oldi, o'rta deydigan bo'lsak, mana bu menda detalimni olgandim. Mana. Endi nima qilamiz? Mana bu trikotajni bichayotgan vaqtimizda mana bu detalimizni o'zini o'rniga qo'yib qo'yamiz. O'rniga qo'yganda mana bunaqa emas. Mana bu o'zini haqiqiy iziga qo'yamiz. Mana qo'yib, men bulavkalab olaman. Kleylab o'tirmayman, chunki hali buni men alohida yana gipyurda bichishim kerak bo'ladi. Shuning uchun buni men mana bulavkalab mahkamlab olaman-da. Mana bulavkalab mahkamlab o'zini chizig'iga qo'yib olaman. Ikkala tomonni ham ana undan keyin bichuvga tayyor bo'ladi. Qo'yib tayyorlab olaman. Andozamdagi detallarimni mahkamlab qotirib olganimdan so'ng orqa va oldi detaliga endi matoni ustiga qo'yib bichishim kerak bo'ladi. Matoyimni bir qavat qilib qo'yib oldim va albatta cho'zilish koeffitsiyentiga qarab andozamni qo'yishim kerak bo'ladi. Chunki asos andozani chizayotgan vaqtimda men o'lchamlarni aynan mana shu cho'zilishidan kelib chiqib bajarganman. Mana shu cho'zilishiga qarab o'lchaganman. Shunga e'tibor beramiz. Chunki matoyimiz ikki xil cho'ziluvchan. Bunisi yumshoq cho'ziladi, ya'ni osongina. Bunisi esa sal mustahkamroq. Shuning uchun men andozalarimni ham shunga moslab qo'yishim kerak bo'ladi. Demak, asos andozamni shunga moslab qurdimmi, matoga ham xuddi shunaqa qilib qo'yishim kerak bo'ladi. Olaman, qo'yaman. Andozalarimda chok haqilari tayyor. Boya aytib o'tgandim sizlarga. Mana bu chok haqqilarini nima uchun berib olgandim? Men avvalgi andozani tayyorlash va modellashtirish darsligida chok haqqini qo'yib olganimni bichuvda aytaman degandim. Mana hozir aytmoqchiman. Bichuv jarayonida mana bu andozani matoga qo'yganda 0,5 sm chok haqqini qo'yish juda ham qiyin. Shuning uchun andozada qo'yib olganimiz yaxshiroq bo'ladi. Chunki bu matoyimiz cho'ziluvchan, chizilayotgan vaqtimizda qiyshayib ketishi mumkin yoki biri uzun, biri katta bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun qog'ozda qo'yib olganimiz yaxshiroq. Sababi ham shu. Ishimizni osonlashtiradi. Andozalarimizni qo'yib olamiz. Demak, mana matoyimni chetiga andozamni to'g'ri qilib qo'yaman. Mana bulavkalab tayyorlab olaman. Mana bulavkani qisqa qo'yaman, ya'ni oralig'ini uzun qilib ochib yormayman. Bulavkalarimning oralig'ini qisqa qo'yaman. Mana hamda bulavkalarni qo'yar ekanman, tekshiraman. Matoyim yig'ilib qolish kerak emas. Qo'yib, shu ko'rinishda tayyorlab olaman. Qancha mayda bo'lsa, shuncha yaxshi. Kesilayotgan vaqtida hech qayerga ketib qolmaydi detalimiz. Va matoyimiz ham surilib ketmaydi. Mana qo'yib tayyorlab olaman. Endi oldi bo'lagimni qo'yaman. Mana oldi bo'lagimni ham qo'yib, mana lastavitsani olib turaman. Mana
Matoyim bir qavat. Chunki andozamni o'zi yaxlit, butun andoza, yarimga nisbatan emas. Agar yarim andoza bo'lganida edi, men matoyimni buklovga qo'ygan bo'lar edim. Shuning uchun matoni ham bir qavat qilib qo'yib olamiz. Mana bulovka bilan mahkamlab olaman. Bulovkalaringizni o'tkirligiga ahamiyat bering. Agar bulovkalaringiz o'tmas bo'ladigan bo'lsa, matoyingizni teshib tashlaydi. Shuning uchun bulovkani ham sifatlisidan foydalanishga harakat qiling. Aks holda o'zingizga qiyin bo'ladi. Mana qo'yib oldim. Endi esa men mana bu lastovitsasini mana qo'yib olaman. Buni ham xuddi shunaqa qilib bulovkalab mahkamlab olaman. Mana. Mana mahkamlab oldim. Endi esa kesib tayyorlab olaman. Andozamizni chetiga taqab, shoshilmasdan kesib olamiz. Chiziq tekis bo'lishi kerak. Mana. Shoshilmasdan kesib olamiz. Chunki andoza qildik, modellashtirdik, chiziqlarimizni tekisladik. Kesganimizdan keyin ham shunga mos bo'lishi kerak. Oldi va orqa bo'laklarimizni bichib tayyorlab olganimizdan so'ng bir narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Oldi va orqa detalimda mana bu yonida gipyur bor, ya'ni krujevamiz bor. Mana shu krujevani o'rnini men belgilab qo'yishim kerak bo'ladi. Mana. Hali bulovkalarimni olmasdan turib, mana shuni o'zini izini 2-3 mm natsechka berib qo'yaman. Pastiga va yuqorisiga. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Orqada ham xuddi shu. Mana. Juda ham kichkina, chunki chokimizni o'zi 0,5 cm, demak natsechkamiz 0,3 dan ko'payib ketish kerak emas. 0,3 cm da berib olaman. Hamda mana bu yerdagi lastovitsani orqa mana bu o'rtasiga ham berib tayyorlab olaman. Asos matoni bichib bo'ldik. Endi esa menda mana bu lastovitsamga kulirkani bichib tayyorlab olaman. Mana bu HB matosidan va gipyurimizni ham bichib tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Krujevadan bo'lgan detallarimizni bichishimiz uchun men boya mahkamlab qo'ygan mana bu detallarimni endi ajratib olaman. Menga bittasini o'zi yetadi. Oldi bo'lakda ham, orqa bo'lakda ham mana bu detalimni ajratib olaman. Va mana bu krujevani ustiga qo'yib bichishim kerak bo'ladi. Avvaliga krujevamni yaxshilab dazmollab olaman, chunki dazmolda bu kirishishi ham mumkin. Hech kim buni kafolat bermaydi. Dazmollab, tekislab, silliqlab tayyorlab olganimizdan so'ng endi bichishni boshlaymiz. Krujevalarni ko'rinishlari har xil bo'ladi. Ularning fistonlari har xil bo'ladi, gullari har xil bo'ladi va boya aytib o'tganimdek, mana bu gulchalari har xil ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana bu tomon, mana bu tomonni takrorlamaydi. Mana bu yerda ham shu narsani ko'rib turgan bo'lishingiz kerak. Mana bu o'ng tomon deydigan bo'lsak, mana bu chap tomon deydigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda turibdi. Bu bir-birini qaytarmagan. Mana bu joyda qaytargan. Demak, biz krujevamizni agar buklovga qo'yib bichadigan bo'lsak, mana bu gulchalarimiz bir-biriga tushmasligi mumkin. Shuning uchun biz buni alohida bichishimiz kerak bo'ladi. Lekin alohida bichmasimizdan oldin, chunki alohida bichish uchun ham yaxshigina vaqt ketadi. Biz buni mana buklaymiz. Mana bu andozamizni qo'yib ko'ramiz. Qo'yadigan bo'lsam, menda chok haqalarim bilan hamda mana bu joyda yana fistonim bemalol mana joyi bor. Bemalol demak, buklovda bichishim mumkin ekan, menda qiymatim yetar ekan. Nima qilaman? Xo'sh, mana shu ko'rinishda men qo'ya olaman, chunki gullari bir-birini takrorlamaydi. Olaman krujevamni o'rtasidan kesaman. Bo'lib olaman. Ozgina qismini, ko'p emas. Hamda
Endi men mana bu gulini yurg'izaman mana. Hop, yana ozgina kesar ekanman, chunki hop yetmayapti. Krujevani hammasini kesib yubormaymiz, chunki hali bunda biz braletimizni ham bitishimiz kerak bo'ladi. Mana. Qo'yib olaman va krujevamni mana yurg'izaman. Mana yurg'izdim. Mana endi menda gullarim bir-birini takrorladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ana endi men bulavkalab olaman. Mana. Gulni bir-birini ustiga qo'yaman. Shundayligicha emas, xohlagancha emas. Mana bir-birini ustiga qo'yaman mana. Qo'yib, mana bu detalimni qo'yib kesib olaman. Qo'yayotgan vaqtimda mana bu festonlarimga e'tibor beraman. Ya'ni xohlagancha qo'ya olmayman. Ko'raman. Chunki kiyimimni ko'rinishini buzib qo'yishim mumkin. Mana. Masalan, mana bu menda feston bo'ladigan bo'lsa, festonimizni mana bu markazi bor, mana bu markazi bor, to'g'rimi? Mana shunga moslab qo'yishim kerak bo'ladi. Mana. Yonida menda chok bo'ladi, kesiladi, mana bu joyda menda feston bo'ladi. Mana yon chokini men belgilab qo'yganman, iloji bo'lsa, bel chizig'ini ham belgilab qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki mana buni qo'yayotgan vaqtimizda chalg'ishimiz mumkin. Qo'yamiz, mana. Mana bu ko'rinishda qo'ya olmaymiz. Xohlagancha mana festonlarimiz uzilib qoladi. Mana bu ko'rinishda qo'yishimiz ham mumkin. Bu mana bu bo'ladi. Bu ham bo'ladi, lekin mana bu ko'rinishda qo'ysak ham bo'ladi mana. Mana bu ko'rinishda qo'yishimiz ham mumkin. Mana bu joyda chok haqalari bo'ladi, shunga e'tibor beramiz. Qo'yamiz, demak, bulavkalimiz hamda ikkita yonidan kesib tayyorlab olamiz. Oldi detalimni kesib tayyorlab oldim. Endi esa orqa detalimni kesaman mana. Mana. Yana krujevamni men yurg'izaman mana. Kesib olamanda yurg'izaman mana. Qo'yib olaman. Boya oldida nima ish qilgan bo'lsam, yana shuni takrorlayman. Agar krujevingizni eni shunaqa yetadigan bo'lsa, zo'r. Agar yetmaydigan bo'lsa, detallaringiz bir-biridan katta yoki kichkina yoki farq bo'ladigan bo'lsa, yoki kattaroq bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu ko'rinishda emas, ochib bitishingizga to'g'ri keladi. Qo'yib olamiz. Mana bu menda yon. Mana bu feston, men yozib qo'yganman. Iloji bo'lsa, mana shu feston tomoniga yozib belgilab qo'ying. Mana bu bel. Mana festonimni qo'yaman. Mana bu ko'rinishda qo'ysam ham bo'lar ekan, yetadi menda mana. Mana qo'yib, bulavkalab ana undan keyin kesib tayyorlab olaman. Mana krujevadan iborat bo'lgan detallarimizni kesib tayyorlab oldik. Mana. Detallarimiz kichkina, kesish jarayoni ham oson bo'ldi. Mana slip trusimizni bichib tayyorlab oldik.